Mehmetcan, ben qarasam bugungi mush kechirigimizda yoshlarımızdan ko'ngildagi intilish ham qiziqishlarni ifodalaydigan, yurak so'zlarini aytadigan, mush bayon qiladigan nomerlar ko'proq salmoqni egallandi, nima? Shundoq. Bugungidek mushunda xo'shal daqiqalarda, yuraklar tang so'qiyotgan paytlarda, ko'ngli yaqinlar bir yerda o'ltagan mush paytlarda, mush ko'nglimizga gap so'zlarimizni qilg'imiz keldi ekan. Shundami Umidga? Sizmi hamda nurg'un kishilarniki mush ko'ngildagi gap so'zlarini anglab, o'rganib qoldingiz. Bugün hem de müşahede bir ko'nglimizga gap so'zlarni biz anglab bakkan bo'lsak. Yaşlılık adamınki en güzel çağları. Hem de yaşlar, o'rta yaşlar bilen yaşanganlar ve devrimiz yaşları arasında bazı farklar şekilleniyordu deb o'ylayman. Her qandaq bir davrniki ma'naviyatni şu davrning yaşları yaratdı. 30 yıldan beri devletimiz işini sırtqa ejib siyosatini yo'l qo'ydi. Shundan beri biz nurg'un taraqqiyotlarga erishdik. Menimcha buning oldingi sharti cho'qim biz ro'yitimizning darvozasini sirtqa ejib kerak. Bunun için aldı bilen yaşanganlar ruhiyet darvozasini yoshlarga yetish kerak. Yoshlarimiz ruhiyet darvozasini bütün dunyoga yetish kerak. Shu chog'da biz taraqqiyotga erishalaymiz. Rahmat ko'pchilikka. Rahmat, sizga rahmat. Yeah.
atlandım Ayak seferge Reyimsiz bu rüyalım Gösterdi eminim Dünyada her kişi varken Emmisiz gitçe Leziler verdik günge Bezler azap Tozsamaz beni Tozalmaz hayatını Ümit üzme hayatı Geç bile yaşayın Ümit üzme hayatı Geç bile yaşayın Taşlap ketti öz yarim Düşenmez bulup Küldü düşmenim mervam Mini akmak dep Meni yerden tassam Caka uşak dep Ama bu hayatımda Bulanma sebep Tozsamaz beni Tozalmaz hayatım Ümit üzme hayatı Geç bile yaşayın Ümit üzme hayatı Geç bile yaşayın Tozalmaz beni Tozalmaz beni Tozalmaz beni Tozalmaz beni Tamam dostlar, bugün keçirigimizga, ya'ni yangi yillik keçirigimizga qadam tashilgan har bir aziz mehmonimizga rahmat etish yusidan biz yana tanlaylik tomoshabinlarni tanlash faoliyatini yo'l qo'ydik. Unda sizlardan so'rab boqay, tanlaylik tomoshabinlarni tanlash desa, ismingiz kim keldi? To'g'ri, Tanlay yulduzi programmasiga riyosat etsak, Gulshan keldi. Undaqda navbat sahnamizga Gulshan beramiz. Qani Gulshan, sahnamizga marhamat. Assalomu alaykum. Qadrdonlar, davrimiz yoshlari 2012-yilning hammanglarga xo'shallik, sog'lik, shodlik va muvaffaqiyat ato qilsin. Shundaqla Tanlay va omadning hammanglarga yor bo'lishini umid qilamiz. Biz programmamizda doim deymiz, fursat kutib o'tirganlarga emas, balki izchil tirishganlarga mansubdir. Bu qitimliq yangi yillik kechiligimizdagi birinchi qitimliq 3 nafar tanlaylik tomoshabinni tanlab chiqamiz ekranimizda. Bugungi yangi yillik san'at kechiligimizga qadam tashrif qilgan tomoshabinlarimizning surati aylansin. 1 90 Mübarek bo'lsin. İkinci qitim aylansin. 1 90 Mübarek bo'lsin. Endi 3-chi qitim ekranimizdagi suratlar aylandi. Bu talay kimga nisb bo'lar? Aylansin. To'xtasin. Qirisangimizga marhamat. Oldi bilan yangi yillarni tabriklaymiz. Yangi yillar muborak bo'lsin. Yoshlar uzluksiz tirish orqali o'zini, oilasini, yurtini, vatanini qudrat topqizdi. Shundaq bu jarayonda biz tirishimiz, uzluksiz o'zimizni yetildirib turamiz. Mana mush orliqda biz uchun eng sodiq bir hamroh bor. U bo'lsa-mu kitob. Shundaq undaq bo'lsa, mush vaqtda bir savol esim kelib qoldi. Bu yilda, bu bir yil jarayonda, ya'ni 2011-yilda qanday kitoblarni o'qidinglar, qanday asarlarni o'qidinglar? Bu yangi yilda biz Bahadırname degan kitoblarni o'qidik. Sizchi? Ben bir o'quvchi o'zimning kitobini o'qidim. To'g'ri. Avval o'zimizning darslik kitoblarimizni yaxshi o'qigandan keyin shu vazifani yaxshi o'rinlab olib, boshqa kitoblarni o'qiymiz. Sizchi? Men muharrir. Ben kendi kitap o'qiyman. Ajab yaxshi bo'ldi. Unda bo'lsa, bu bir yil jarayonda, ya'ni 2011-yil nashr qildirgan mushu kitoblarning ichida siz qaysi kitobni eng yaxshi ko'rdingiz? Shu kitobni to'liq o'qib bo'ldingizmi? Polat Evzullo afandininki tuzgan
Şu yaşlarga atalgan nahketler, bir yurish kitapda bunun içinde Yaşlıkta bahana artıkça degan kitapni men o'zim mas'ul ma'ruf pishirdim. Bo'lsa yoshlarimiz hammamiz bu kitapni bir qatim o'qib chiqsak arziydi. Rahmat. Shundaqla bizning ko'rmanlarimizga, tomoshabinlarimizga tavsiya qildig'imiz shu kitap o'qish odatini davomlashtiraylik. Sizlarga keng sovg'imiz bor, yangi yillik sovg'imiz Şinjan Xalq Nashriyati ta'minlagan kitoblar qabul qilinglar. Bu kitoblarni o'qish orqali o'zingizlarni texmo mukammallashtirishinglarni umid qilamiz. Rahmat sizlarga. Yangi yilda yangi natijalarni qo'lga keltirishinglarni umid qilamiz. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, shunaqla naq maydondagi tomoshabinlar. Ya'ni 2011-yil Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan bo'lsin yoki boshqa nashriyatlar tarafidan bo'lsin, nurg'unlig'an yangi asarlar, yangi romanlar maydonga kelib, xalqimizning ma'naviy ehtiyojini qondirib kelmoqda. Unda bo'lsa, 2011-yil sodiq qanday romanlar, qanday asarlar maydonga kelgandi. Endi biz Şinjan televiziya stansiyasi Şinjan xabarlar programmasining direktori Maynur Anvarni bu haqda so'zlab berishni taklif qilamiz. Qani Maynur. Assalomu alaykum nahmaydondagi tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi tomoshabinlar. Men eng avval sizlarga Şinjan televiziya stansiyasi Şinjan xabarlar programmasidagi barliq xodimlar nomidan samimiy salomimni yo'llayman. Yuqorida shu talaylik tomoshabinlarni tanlash jarayoniga oxir berilgan sovg'atlar mening alohida diqqatimni tortdi. Shu vajidan men bu qitim bu bir yil ichida Uyg'ur til yoziqidan nashr qilingan kitoblar to'g'risida ozroq izinib boqqandim. Men hozir bu to'g'risida tomoshabinlar bilan o'rtoqlashib boqqan bo'lsam, demak 2011-yili Uyg'ur til yoziqida nashr qilingan kitoblar 1000 xilga, Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan kitoblar 248 xilga yetibdi. Haqiqatanmi bu kishini qoyil qilarlik, xushallik, sonliq ma'lumotlar bo'libdi. Ani tomoshabinlar amalang ma'lum kitob bilim buluqi. Biz kitobdan iborat mana shu eng yaxshi do'stimizni o'zimizga texmi yaxshi hamroh qilib, bundan keyingi ishlarimizda texmi olg'a ilgarilasak degan umidda. Rahmat Aynur. Unda bo'lsa ko'rmanlar, tomoshabinlar, endi diqqatinglar tuvandagi nomerimiz bo'lsin. Qani. Gülbeyazın içinde
bulay Senin ben gülşen takılay Armanın ben bulay Şeyhin kamana ben konay Süydürüm saratlaştı aşk gülü sanatı Bulbulum bulay Şeyhimga konay Gülşen yarım yarım bolsa Ben yarım bulay Ben yarım bulay Yarım ben bulay Shundoq bo'lsa bugungi yana kechiligimizni iqtisodiy jihatdan qo'llagan Okean ilonchilik shirkati shundoqlam Raziman To'ygirim to'y suratchilik shirkatiga yana bir qatim alohida rahmatimizni bildiramiz. Rahmat. Tövendagi nomerni hammanglarning ko'ngil huzuriga sunamiz. Marhamat. Yamanni yardab büksi Yamanni yardab büksi Yaxshi yar yanda turibdi Yamanni xalab büksi Yaxshi yar yanda turibdi Yamanni xalab büksi Yaxshi yar yanda turibdi Yamanni xalab büksi Gülle yaşna gülmire Yaşna gülle Hem de sen de aklını taptın Yaşna gülle gülmire Gülle yaşna gülmire Yaşna gülle gülmire Hem de sen de aklını taptın Yaşna gülle gülmire Al mening tajatim Biyaning tajatim Miyaning tajatim Kecha bo'lsam uyqoyim Yarning ishdan yotdim Kecha bo'lsam uyqoyim Yarning ishdan yotdim Kecha bo'lsam uyqoyim Yarning ishdan yotdim Gülle yaşna gülmire Yaşna gülle gülmire Hem de sen de aklını taptın Yaşna gülle gülmire Gülle yaşna gülmire Yaşna gülle gülmire Hem de sen de aklını taptın Yaşna gülle gülmire Yaşna gülmire, yaşna gülle gülmire Hem de sen de aklını taptın Yaşna gülle gülmire Gülle yaşna gülmire, yaşna gülle gülmire Hem de sen de aklını taptın Yaşna gülle gülmire Hem de sen de aklını taptın Yaşna gülle gülmire
Demisimi o'tgan asrning 90-yillarida aytilib, shu davrdagi yoshlarimizning qalbida unutilmas asrlarni qoldirgan mana bu naqsha bugungi kunda qaytadan aytilganda, shu davrda yashab o'tgan yoshlarimizning go'zal o'tmishini, go'zal asrlarini esga olgan bo'lsa, bu davrdagi yoshlarimizga yangicha hayajon va yangicha kayfiyatlarni ato qildi. Shundaqmi Mayrada? Shundaq Nazgul, har qaysi davrlarda maydonga kelgan san'at asarlari bo'libmi, bu san'at asarlarining ichida naqsha shu davrning, ya'ni shu davrda yashayotgan kishilarning ro'yi holatini bizga aks ettirib bera oladi. Shaxsan o'zimni ilk esammi, boyanqi naqshni olgandan keyin ixtiyorsiz holda o'zimni 90-yillar qaytib qolgandek, shu vaqtlarimdagi hissiyotlarimni qaytadan topgandek bo'ldim. Menimcha, mush naqshning hozirgacha mana shunday qadrimni o'ziningki hozirgacha bizga aytilib kelishi meni emas, mening davrdoshlarimni to'liq suyundirdi deb o'ylayman. Rahmat sizga, hammamiz shu kayfiyatda deb o'ylayman. Rahmat Mayrada. Bilgin sen mu bir insan, bağrın şunca taşmaydı. Şigit üçün yaş dökmek, oyla şunca asan mı? Bilgin sen mu bir insan, bağrın şunca taşmaydı. Yigit üçün yaş dökmek, oyla şunca asan mı? Allah özgeni süyürsen, öz yolunda menirsen, ya ki bəxt yolunu tapqan sen, ya ki özən bir nadənsən. Allah özgeni süyürsen, öz yolunda menirsen, ya ki bəxt yolunu tapqan sen, ya ki